Voy, voy, aka nimadir qilaylik, quplanib qoldi, aka. Vahima qilmang, aka hozir 4-5 soatda ishlab ketadi. O ishga borishim kerak, aka, пожалуйста. Shoshilmang, borar joyimiz bor bitta, aka. Nima, samimiy Yunusobodgami? Men boshqa ma'noda aytayapman, aka. Qorin qanaqa, aka? Och qorin, osh pishirib bera olasanmi hozir masjidda? Men sabzi. Sen jinniroqmisan? Xo'p, nima dartaman men buni? Men, aka. Qarib turayman, hozir stol qo'yaman, aka, men bizga. Qayerdan oldingiz, aka, buni? Ovqatlanishimizga stol, aka. Futbolga qiziqasizmi? Qiziqaman. PlayStation o'ynaymiz hozir, aka. Men, aka, men Real olaman. Aka, siz kimsiz o'zi? Shu savolni kutuvdim. Men to'g'risini aytsam, Yandex Pro bilan hamkorlik qilaman. Men klientlarni topish uchun ertalab soat 6 da turishim shart emas. Buni menga Yandex Pro o'zi qilib beradi. Siz meni bekorchi deb o'ylamang. Yandex Pro bilan men oilamga, do'stlarimga va ishimga ham vaqt topa olaman. Shunaqa gaplar, aka. Yandexdan klient keldi, aka. Bo'pti, men ketdim. O shuncha vaqt lift ishlayotganmidi? Sen kimsan bu yoqqa?